ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ega bo'lishlari uchun ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch sinflar ochildi. Shu bilan birga inkluzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan